Ismim Ahror Ali, Baxtiyorus Academy'da matematikadan dars beraman. Bu sohada yaqin 10 yildan beri o'z ish faoliyatimni olib boraman. Farzandi matematika o'rganayotgan ota-onalarga top 5 maslahat bermoqchiman. Birinchi maslahat: bolani natijasiga qarab emas, uni harakatiga qarab taqdirlang. Ya'ni bola to'g'ri javobni topganida emas, balki u to'g'ri javobni topishdagi harakati va uni izlanishlariga qarab taqdirlang. Ikkinchi asosiy maslahatlardan biri: bu matematikani qiyin va qo'rquvga aylantirmang. Ya'ni bizning ham yoshligimizda xuddi shunday darajada qiyin bo'lgan deb bolada qandaydir matematikaga nisbatan fobiya shakllantirib qo'ymang. Ya'ni oson bo'ladi deb ko'plab qo'llab-quvvatlashlarni unga bering. Uchinchi eng asosiy maslahatlardan biri: matematikani kundalik hayotimizga tatbiq qiling. Ya'ni xaridga chiqqaningizda xaridni o'ziga hisoblating yoki vaqtni hisoblashni o'rgating va boshqa turmush hayotimizdagi topshiriqlarni matematikaga moslab topshiriq bering. To'rtinchi maslahat: juda ham sabrli bo'ling. Ya'ni har bir bolani intellektual salohiyati o'zlashtirish har xil bo'ladi. Sabr qiling va natijani kuting. Beshinchi va so'nggi maslahatim: bolaga xato qilishda qo'rqmaslikni o'rgating. Ya'ni bu matematika faqatgina to'g'ri javobni topish emas, bu ilm-fandagi tafakkur va fikrlash jarayonidir.